Saudiya Arabistonida menga qadamimda kontent chiqadida do'stlar. Saudiya Arabistonida mana o'zbek do'koni. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Bizda barcha narsa optim narxda o'zbek so'mi, dollar, plastik karta hamda kilik orqali savdo qilamiz. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana sizlarga kontent. Saudiya Arabistoniga keladiganlar bemalol mana bularning nomerini topishimiz kerak. Mana shu do'kon bo'lsa kerak. Yurinchi tog'a. Sizlar uchun nomerini topib beramiz. Umraga keladiganlar uchun zo'r qo'llanma. Mehmonxonada o'tirasizlar, o'zbeklar o'zlari kelishadi magazini bilan. Ha, hozir kelibman endi. O'zbeklar ekanda, eng qizig'i mana. Zo'r. Ko'p narsalar bor. Ha? Magazin. Endi bu ko'chma magazin ham bor-a, hozir aka? Olib kelishi aniq. Ha? Yaqinligi uchun ko'chma magazin. Xolasa magazinni o'ziga ham olib kelishadi, o'zlari. Magazinga o'zi olib kelib, bepul yana o'zi olib borib qo'yadi mehmonasi aytgan joyiga. Mashalloh. Magazin ichida juda ko'p narsalar bor. Magazin qaytadan nechta yo'l kira qilaman deb oqtarmaydi. Bitta telefon qiladi, o'zi bepulga magazinga olib keladi. Juda chiroyli magazin. Savdoni qildiradi. Eng qizig'i o'zbek plastiki klikka qilsa ham